Ko'rib bo'lgan bo'lsalaring, videoni yana davom ettiramiz. Avariya vaqti kecha soat 26 bo'lgan bo'lsa, 26-iyul soat 11:57 da sodir bo'ldi. O'zimga sal jarohat yetdi. Hozir ko'zimga mana ochka berib turibdi bo'ldi taqqan. Shuning uchun men yuribmiz. Saloncha noqulay bo'lyapti ko'rish. Aytgandim shu usta akaga, men bu yo'llarga vinil qo'yaman, taksichiman, shunaqa narsalar qo'yib, kapot nomerlar qo'yib bering, hamma oynaga chizib bering degandim. Oynalarga chizib beribdi, mana bunaqa vinilni shunaqa deyiladi-yu, shunaqa narsalarni qilib beribdi. Oldurga kapotlar ochib qo'yibdi, himjasiga ham qilib qo'ygandi, shuning uchun qurisin deb ochgan. Menimcha qurib qolgan, quriganligi uchun mana bunaqa baribir ham ochib qo'yibdi. Sal nam bo'lsa ham bunaqa hidlanib qolishi mumkin, shunaqa bo'lib qolgan. Endi o'zimiz kapotlarni yopib qo'yamiz. Usta kasal bitta joyga ketib qolibdi. Menga uzrimni aytib qo'ydi. Minamiz bolalar, endi sekingina. Salonlar ham yoqilmagan, salonlar ham yoqib qo'yibdi bolalar. Men vinil chizgan joyi mana. Men printdagi narsalarni yozib qo'ying degandim. Shunaqa narsa yozibdi. Endi bu menga bu yoqmaydi. Hali yozdirib yoki bo'lmasa oldirib tashlayman. Endi gapni bu yoqdan olib kelaylik. Bolalar, mana bunaqa bitta joyga borib kelaylik, ostanovkaga. Shu yerda to'xtab. Короче, qoidaga ham rioya qilgan holda. Endi men buradan ko'rib turamiz biz. Qoidaga rioya qilgan holda endi haydab ketamiz bolalar. Yashil haydab ketaveramiz, sariq ham o'zbeklar shunaqa bolalar. Endi menga eng kipimda yoqmaydigan taraf mana shu yerga svetofor qo'ygan bo'ldi. Yon. Tezroq yon bo'lib ketdik. Hatto qoidaga rioya qilmadik. Yoqmadi pavorot. Sal sekin endi yoqamiz bolalar. O'tib ketdi-yu, endi bu yurdi. Men bu yer ostanovka degan joyim. Men bu yerda endi to'xtab turamiz, shunaqa to'xtaymiz. Endi lokatsiyalar taksichilikda boshlaymiz. Bugundan buyog'iga bu videomiz juda ko'p qismlarga ega bo'ladi. Chunki deganda men pulim 27,242,550 so'm. Hozirgi bolalar biz mashina endi pulimiz zadi 247 million bo'lsa 245 milliongacha yoki bo'lmasa 250 milliongacha boramiz. 27 million 250 minggacha. Qani bo'lmasa men taksichilikda boshlaymiz. Nexia'mda endi nima desam bo'ladi. Zakazlar ko'p tushib tursa, endi men buni ovoraylik. Bu yo'lda ekan, sal bilmay qolamiz. Estrichir vordi bolalar. Farqi yo'q endi bizaga. Bolalar qaranglarda men bu yerni stirish turganini. Men endi tezroq ko'rsataradi. Mene. Bolalar tezroq minsa bo'lmaydi, menga ko'rib ko'rsataradi.
Bilasizlar, o'zlaring noqonuniy burilish mumkin emas. Kipimda bilmadim, lekin hayotda svetoforni orasida 60 haydasalaring, ikkita svetofor orasida 60 haydasalaring to'xtamasdan o'tib ketasizlar. Bizaga endi gaydan ruxsat so'rab qo'yibmiz deydi-yu, shunaqa jarima kelsa ham to'lab yuboramiz. Iloji boricha gay ham tanish bilishcha qilib yuboramiz. Chunki deganda bola salneto ketib qolibmiz-ku. Mayli, mana bu yoqdan aytib yuboramiz. Agar qoidaga rioya qilmasak, bizlar uchun juda katta shtaraf bo'lib qolishi mumkin. Bola, men bu yerga qanaqa qilib chiqaraman men? Savolda bo'lmaydi. Endi men buni qanaqa qilib chiqaraman? To'xtab turinglar, men lavha qildim. Agar o'xshasa albatta qilamiz. Men bu yerga shuni ustaxonaga kirib olamiz. Balon ham yangilab yuboramiz. Endi men bu yerdan mana shuni buramiz. Men bu shuni qilib uchamiz endi. Men uchaman dedi. Men bu sal tezroq yurmadi-da. Endi men bu yerdan kifm editordan bir narsa yasab yuboramiz. Tezroq bo'lsa ekan. Tezroq qo'yaylik. Hozir akmen qilish ham mumkin bola. Shuning uchun sal tezroq harakat qilaman. Cho'tam ko'p narsamiz o'xshamayapti. Hemen tushdi bola. Spasibo. Ikkita yulduzcha bosdim. Muhimimiz yulduzcha kerak bola. Salgina ustaxonaga yana bir kirib olsak. Ustaxona ham zamonaviylashib, sal yaxshiroq bo'ldi. Pulni to'laymiz, chiqib ketamiz. Xuddi mana bunaqa samoykaga o'xshaydigan bo'ldi. Samoyka ham biz uchun lekin sal qiyinroq, vaqtimiz yo'q payti sal qiynalib qolamiz. Yurish kerak bo'lsa. Endi mana tezroqman ketishimiz kerak. Samamni qilib endi ketamiz bola. Signal chaldim bola. O'zim chalganimni o'zim ham bilmay qoldim. Uning vaqti unga yashiron bizga qizil o'nganda chalib yubordim. Shuningdek bola shuni haydab ketaylik. Pulimiz ancha bo'lib qoldi. 243 million bo'pti. O'rtadagi so'mini o'qiyapman. 243 so'm ming bo'pti. 243 ming bo'pti. Men bu shuni sal to'xtatib o'tib ketaylik. Ikkinchi qismi ham olib turaman bola. Sal tezroq olaman. Chunki deganda bu tashchilik qilish menga juda yoqadi. 5 ta yulduzcha bosibdi bola. Menga tashchilik qilish lekin hayotda emas, u kipimda yoqadi. Endi sekingina men bu yerdan haydab boramiz. Brat sartaroshda ishlaydigan demanda bo'ldi. Malot orqaga mingan yaxshi bo'ldi.
yo'lni bossal tezroq harakat qilmasak bo'lmaydi. Vaqtimiz ham juda kam. Odamlar nohaq bo'lib ketyapti. Juda ham yolg'onchi bo'lib ketyapti. Bola bizga 3 kilometr, 3,5 kilometr deb olgandi. Lokatsiyani urgandi, lekin 4,5 kilometr ekan. Endi 3-9 kilometr tezroq yuraylik. Bitta chiroqni urib yubordim. Shoshilganda bolalar nimalar bo'lib qolmaydi. Sizlarda ham bu ahvol juda ko'p bo'lsa kerak. Ustida yurib kelayotgan ekanmiz. Bola bu yana nima bo'lyapti? Biz qayerga ketishimiz kerak o'zi? Lokatsiya urmayapti. Men endi bo'ldi. Ketyapti. Nexia necha pulga tushdi desalaring, Nexia'miz 2 millionlarga tushib qoldi. 2 ming dollarga. Bola mana iPhone o'zi chiqib oldi. 2 ming dollarga tushib qoldi. Yili 2013 eskiroq modeli. Tanish bilishga qilib oldim. 2013 midi. Ko'p bo'lsa 2015 bo'lsa kerak, yana ham bilmadim bola. Pasportdan keyin ko'rsataman mashina haqida ma'lumotlarni. Yo bo'lmasa mana oynaga chizaman. Sal qoldi bola. Dushimizga. Endi men bu yerdan o'tkazsak, keyin sizlarga Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar bola, hammasi havolada yozib qo'yman. Kommentariyaga ham yozib qoldiraman. Agar u narsani bilmaydi yosh bolalar bo'lishi mumkin, ko'pimga qiziqadigan, ko'p bo'lishi 2017, 2018lar bo'lishi mumkin bolalar. Ular qiziqadi. Juda ko'p shunaqalar ko'rganman. Ko'pim o'ynaydi. Agar bolalar shu videomiz sizlarga bitta yangilik, agar shu videomiz adashib ketmang bola. Shu videomiz 10 talar like yig'sa, uncha aktivimiz ham yo'q. Agar 10 ta like yig'sa, sizlarga telefon qo'yapti. Sizlarga o'zimni rasmimni ko'rsatib, birdan rasm shunaqa deb ko'rsatmayman-ku. Sizlarga mana ko'rsataman-da, nima desam bo'ladi. Videoda hozir taksichilik qilamiz degan bitta bola ushlab turibdi-yu narsani. Ana shunaqa qilib o'zimni rasmimni qo'yaman, shaxsan o'zimni rasmim. Bir-birimizni ko'chada ko'rib qolsak, tanimay o'tib ketmay qolmaymiz-da. Shunaqa narsa qo'yamiz agar bola ma'qul kelsa sizlarga. Agar ma'qul bo'lmasa, kommentariyada ma'qul emas deb yozib qoldiringlar, bo'lmasa like bosmanglar. Menimcha qilsalaring kerak. Bugundan boshlab mana shunaqa narsalarni, videolarni ko'p har kuni chiqaradigan qilib olaman. Taksichiliklarni masalan bitta hozir shuni oldimmi, yana boshqa video olaman, keyin yana bitta olaman. Orasini bitta raznica qilib qo'yib ketaveraman-da. Shu yaxshi bo'ladi. Men uchun endi sal o'tib ketamiz. Qochi bizga farqi yo'q bolalar. Uramiz, keyin agar shtrafnoga tushib qolsa, byuroga bo'ysunmay ketib qolyapmiz. Sal tezroq kelibmiz. 20 necha hozir vaqt boraylik, agar necha sekund ortib qolganini ko'rsataman. 13 sekund ortib qolib ketibdi. 10 sekund deylik.
sal menga stretch yurish noqulay. Ko'ryapsizlar, mana bu yerdan bitta mashina chiqib qolsa, tekka nima demoqchimni bildilaring. Sal yaqinroq ekan mana bu yerda. Men nechta ursa bo'lsa ekan bu ishga. Endi soqqa 46 million bo'lib ketdi bir faslda bolalar. 5 ta yulduzcha xarosh. Endi men bu yerda to'xtab tursak 8 kilometr ekan, mountainga borar ekanmiz bolalar. Yo'qni bosib olamiz, bizga kerakmas unchalik. Bizga ham bu olamiz. Endi sirazi bir kun agar bolalar vaqt topsam birdaniga video olib tashlab, keyin har kuniga bittadan qo'yishim mumkin, lekin menda ham tushuninglar, agar video qo'yib qolmasam aktiv yo'qib ketgan bo'ladi. Agar video juda ko'p qo'ymay qolsam aktiv yo'qolgan bo'ladi. Keyin ham vaqtim yo'q bo'lgan bo'ladi. Agar undan kam qo'yib qo'ymasam, umuman qo'ymasam aktivim yo'q, keyin vaqtim yo'q bo'lib qoladi, shuni bilib olinglar. Men o'zim keyin agar Telegram kanalimda 7 obunachimiz bor. Nima bu ko'rsatadi? Garmishga tushsa men aybmi? Tilim ham aylanmay qolyapti bolalar. Sal kallam og'ribroq, boshim og'ribroq turibdi. Bitta joyga bolalar bilan urushib sal talparoq bo'lib qolganda, shunga issiqda bo'lib qoldi bolalar, o'zi ham abitroqda bo'lib qoldi. Shunga bolalar bilan yomon bo'lib qolishdi, shuning uchun uncha mazam yo'q, issiqda bo'lib qolganligi uchun 5-6 urishdi o'zi ham. Bizga farqi yo'q, lekin bolalar shuncha video olishga harakat qilyapman. Kommentariyaga meni zo'r deb yozib qoldiringlar. Juda ham xursand bo'lardim. Menga motivatsiya bo'ladi. Hatto mashinam urib olishman. Endi sal gaz olsa, 2 tochkadan sal kamroq qolib turamiz. Shunda mashinani sozlab olib ketamiz. Gaz men o'zim shu yerda ekan bolalar. Meni qolsang-chi. Stretch yurmaymiz, endi mana bu yoqdan bosamiz. Video necha minutlik bo'libdi? 18 minutlik bo'libdi. $47 million bo'libdi, yana 3 million ishlasa, shu bilan video o'zini ham yetadi. Boshqarib yo'qotdim. 3-4 marta urdik bolalar. 9 Islandda ekan bolalar bormaymiz. Yana aytmay qo'yamiz. Pulni qancha berishini ko'rmadi aytmoq uchun. Bizga $14 berar ekan. Yuvaga borar ekanmiz. Sal yaqinroq ekan menimcha. Stretch yursak ham bosamiz pul topishlik uchun. Boyagi olgan joyimizdami, tashlab ketgan joyimizda. Mening brat. Mana qolsang-chi.
farrosh orqaga oldinga mindim, orqaga mindim. Endi shu kelin toparsa, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi, chunki sal ko'proq olib bordik. Menga bu sal nagruzkaroq bo'lib qoladi. Ko'p video olish, o'tgan marta ko'rdim. Ko'p video olsam qanaqa bo'lib qolishimni. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. 48 million pul ishladik bo'ldi. Hammaga videoni oxirigacha ko'rganlar uchun hammaga rahmat. Hammaga xayr, sog' bo'lib, salomat bo'linglar.